Lan borasanmı? Ya bana artist yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Siz kim edingiz? Glamourmi, Gulandonmi, kim edingiz? Gulinur. Ha, Gulinur. Xafa bo'lmang, men lekin sizni eshitmayman. Men ular muxlisingiz ekan. Bitta rasmga tushsin. Mayli, keling. Men o'zi yemayni 50 centlarni eshitaman. Men o'zbekchalarni eshitmayman. Ha, ko'rinib turibdi. Cho'tga chiqdi. Lekin ijodingiz yaxshi bo'ladi. Men eshitmayman lekin. May rahmat. Qanday chiqdi? Sal xirrada. Bo'ladi. Bo'ladi. O'zi fokusi yo'q ekanda bunda. Ashul bo'lyapti. Ye, qalbi nurmi kim edingiz ismi? Nima edi? Gulinur. Ha, Gulinur. Men o'zi vobshita eshitmayman sizni. Prosta mana shu bolacham bor-ku, shuni televizorda ko'rishi bilan kuladi-da. Bitta esdalik rasmga tushaylik. Normalik o'taring. Bu ham xayr o'qasa kerak, kimlar olgansizlar. Lekin rostdan eshitmayman. Prosta mana shuni hurmati. Bo'pti, omad. Bu kim meni telexmi o'zicha telex? Ha, bo'lsin. Manikurmi, pedikurmi, kim edi isming? Gulinur ismim. Ha, Gulinur. O'zi seryozni eshitmayman qo'shiqlaringni. Prosta mana shu jiyanim muxlising. Shuni bir shogirdlikka ol. Ashula aytishni biladimi buningiz? Ha, biladi, aytchi. Ceylan! Sevgime bana sevgime Ceylan! Kalbime bana sevgime Ceylan! Aylan! Ko'rdingmi? Olasanmi? Bitta o'ylab ko'raylik, maslahatlashib degandek. Talant-ku, nimasiga o'ylanyapsan? Shu uchun ham eshitmayman-da sani. 8 yil o'qiganman, opa. Kibr bu, kibr. Qo'y. O'sha hamdamga boraylik dedim, siz Gulnurni. Qo'y. Hey, bulung'ur. Kim edi isming? Ismim Gulinur. Ha, siz meni eshitmaysiz, bilaman. Ha, bilganing yaxshi. 18-yanvar kuni konsert qo'yapsan ekan-a? To'g'risi, menga vobshe qiziq emas. Ota-onam seni muxlisi. Shularga bilet bera olmaysanmi? Xo'p, 2ta bilet beraman ota-onangiz uchun. Yo, 3 ta. Uchinchisi kimga? Menga? Siz meni eshitmasdingiz-ku. Ay, endi o'sha kun majbur 2 soat chidayman ota-onam uchun. Mayli, beraman 3 ta bilet sizga. Siz meni ashulalarimni eshitmasdingiz-ku. To'g'risini aytsam bor-ku, Gulinur, ijodingni sevaman. Hamma qo'shig'ingni yoddan bilaman. Lekin nimagadir g'ururim yo'l qo'ymaydi. Shu san'atkorlarga past ketkim kelmaydi. Nimadir qilaylik, Gulinur? Nima qilishni xohlayapsiz? Klipingga chiqay.